Men Bahor Collection asoschisi Bahor. Agar qaytadan to'yim bo'lib qolganda, Sarpamga aynan magazinimdagi qaysi kiyimlarni olgan bo'lardim. Hozir shuni video davomida sizlarga ko'rsatib beraman. Eng o'zimga yoqqan kiyimlarni tanlaymiz. 60 xildan oshiq modellar ichida aynan hozir 12 tasini tanladim. Chunki sarpo qilayotgan qizlar eng kamida 10 ta 12 ta qilishadi, lekin ko'pincha 20 ta 30 ta kiyim oralida sarpo qilishadi. Chunki bilasizlar, bir xilga xonadonlarda bir kunda 3 o'rmatadan kiyim alishtiriladi. Hozir eng yoqqanlarini, o'zimga yoqqanlarini, rostmana yoqqanlarini hozir mana shu chiroq qildi. Endi aynan nima bilan tanlaganimni aytib o'taman. Premium sifatidagi bordoviy rangdagi troykamizlarni tanladim. Buni dvoyka qilib kiysa ham bo'ladi, troyka qilib kiysa ham bo'ladi. Tanlovim aynan birinchi bo'lib shunga to'xtaldi. Va ikkinchisi shu sklin modelimiz. Men buni juda ham yaxshi ko'raman, chunki kiyganda shunaqangi asalcha turadi. Sevaman bu modelda, shuning uchun o'ylamay yetmay aynan shuni olgan bo'lar edim. Keyingi modelimizda mana shunaqangi chiroyli, yaqirab, lovillab turadigan modelimizda. Buni o'zi kiyganman qizlar va yana o'ylamay yetmay aynan shuni tanlagan bo'lardim. Keyingimiz qizlar, mana shuni sevaman, prям kiyganda shunaqa chiroyli turadi. Buni ham bizasini sarpamga olgan bo'lardim. Bu modelimizdan novinka chiqqan, buni ham tanlagan bo'lardim. Buni bemalol salomlarga kiysa ham bo'ladi, ya'ni mehmon kiyganda, mehmondorchilikka kiysa ham juda ham chiroyli turadigan, boshiga bitta sharf bilan zo'r obraz bo'ladi. Bu kiyimimiz ham kiyganda juda ham chiroyli turadi, sariq rang, boylik ramzi deb bu men uchun bu rang. Shuning uchun обязательно buni ham olgan bo'lardim. Yenglarini ham qaranglar, qanaqa chiroyli. Va a'lo baxmal modelimizni ham olgan bo'lardim. Juda ham skromni va kiyishga ham qulay, mazza qilib kiyiladigan model. Обязательно har bitta kelinning garderobida pumbaxt bo'lishi kerak. Shuning uchun ikki xil pumbaxtimizni tanladim. Bittasi shunaqangi savatovoy rangdagi pumbaxt, chunki kiyganda juda ham yarashgan. Va aynan shunaqangi yodovoy rangdagi pumbaxt, orqalari mana shunaqa bog'lanadigan, skromni turadi kiyganda va rangi o'ziga yoqqan mana shunaqangi chiroyli rangdagi biserlari ochib bergan modelimizdan o'ylamay yetmay tanlagan bo'lardim. Eng sevimli modellarimdan biri. Va qizlar, bu model mana shunaqangi oddiy skromni model, qo'l ishlarsiz buni kiyganda bemalol xizmatlariga ishlar, uyim ishlarini qilganimda kiygan bo'lardim va aynan mana shu sariq kaketka ham juda ham menga yarashib turadi, sariq rang. Shuning uchun buni ham yengil yelpiga ish qilgani olgan bo'lardim. Endi izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Aynan menga yoqqan kiyimlardan qaysi biri sizlarga ham yoqadi va qaysi birini olishni niyat qilgansizlar yoki olgansizlar?